Ayollar kelib so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radi. Ya Rasululloh, erkaklar bizdan o'tib ketyapti. Nega? Ular pul topadi, sadaqa qiladi. Siz bilan birga g'azovatlarda qatnashadi. Jamoatda doim siz bilan birga. Ular dinga ko'p xizmat qilishyapti. Biz qolib ketyapmiz savoblardan mahrum bo'lib, deyishdi. Ayollar bir vakilni jo'natgan o'zlaridan bir vakilani jo'natib Rasul akram alayhisolatu vassalomga bizni holimizdan arz qil. Bu qanaqasi bo'ldi? Ular hamma fazilatni olib ketyapti, biz uyda o'tiraveramizmi? Bizdan bir narsa qilaylik. Nima qilaylik biz? Borib so'ra deb bir ayolni jo'natishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelgan ayol bu gapni yetkazganda, u zot alayhissalom ayollar shundoq deyishyapti, mana shundoq deyishyapti. So'rachi, o'sha ayollar uyda eriga xizmat qilar ekanmi? Xizmat qiladi. Bolasiga qaraydimi? Bolasiga qaraydi. Ahliga xizmat qiladimi? Ahliga xizmat qiladi. Bo'lmasam ularga bashorat ber. Sizlarning mana shu xizmatingizning savobi erkaklarning jihodidan kam emas. Ularning ilm yo'lidagi ibodatdagi jiddu jahdidan kam emas. Modomiki ixloslari, niyatlari to'g'ri bo'lsa. Shuni bor bashoratini ber deganlar. Va demak, erga xizmat qilib, ahliga xizmat qilib, farzandiga tarbiya berib, uyda o'tirish din nuqtai nazaridan ana shunday katta bir savob, ibodat va xizmat hisoblanadi.